Assalomu alaykum. Mana shunday betakror ajoyib joyga xush kelibsizlar. Bu Sinduri dengiz qirg'og'i, Janubiy Koreyada joylashgan. Mana ko'ryapsizlar, bu yog'i mana kofexona va bu yerdan turib bevosita dengizni tomosha qilishingiz mumkin do'stlar. Joyi betakror. Gap so'z bo'lishi mumkin emas lekin. Bu atrof esa katta bog'. Va sizlarga aytsam, bu joy Janubiy Koreyani Tean degan joyda joylashgan. Tean degan joy shunaqa dengiz atrofida bo'lganligi uchun shunaqa ko'rkam dengiz qirg'oqlari juda ham ko'p. Ayniqsa yozda bu yerda odam juda ham ko'p bo'ladi. Ular dam olishgani yoki bo'lmasa mana shunaqa dengizni tomosha qilgani, suzgani odamlar ko'p keladi. Turistik joy desa ham bo'ladi. Vaqtlaring bo'lsa sizlar ham bu yerga kelib ko'rishlaringiz mumkin. Yana ko'rishamiz.